Qo'shni loy bo'ldimi, tortaveraymi? Voy dod! Buna deb hashar qilishni hojati yo'q. 10 ta 15 ta odam mahallani yig'ib tomga loy bosgandan ko'ra lo'mboz bostirsangiz 3 kishi kelib 130 kvadratda 5-6 soatda quyib ketishadi. Eng qizig'i, narxi 130 kvadrat joyimiz 4 million 550 ming so'mga tayyor bo'lgan xolos. Juda ham arzonga tayyor bo'lgan. Xo'p, endi razmeriga aytadigan bo'lsak, 5 santimetrda kvadratini 35 ming so'mdan hamma yoqda olib kelib chiroyli holatda qilib berishadi. Sizdan ketadigan narsa qo'y go'shtida bitta chiroyli osh qilib berasiz. Akalarimiz bag'ini keltirib chiroyli holatda qilib berishadi. Buni yaxshi tomonlari issiq sovuqlikda yaxshi ushlaydi. Issiqda uyda ichiga issiqni urib yormaydi. Uyda ichida issiqni tepaga chiqarib yormaydi. Keyin kalamush, hasharot, burgut, birata narsa ham kirib ketmaydi. Hop, pastdan nomerlar qoldirdik. Vodiy bo'ylab chiroyli holatda qilib berishadi. Hasharga chaqirib odamlarni zerikdingizmi, kelmayaptimi? Eng zo'r yechimi plyusga aylanib qo'ying, bo'ldi.